Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. 30-dekabr 2025-yilning ham oxirgi kunlarida sizlar bilan birgalikda Dehqonli xonadonidan bir dona shunaqa katta ulkan buqa bor. Shuni e'tiboringizga havola qilaman. Bu videomiz avvalambor qassob aka-ukalarimiz uchun bo'ladi. Shunday bo'lsa ham, umuman chorvachilikka qiziqadigan, buqaga qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, videoni o'tkazmasdan, shoshilmasdan ko'rsanglar, mana dehqonchilik bo'lgan buqani ko'rsatyapman akalarimizdan. O'zini sigirini bolasi ekan. 5-4 daqiqalik qassob aka-ukalarimiz uchun bir foydali bir so'ysa bo'ladigan gigant buqani e'tiboringizga havola qilaman. Manzil joylarni aytib o'taman. Andijon viloyati Andijon Jalaviydamiz. Oltinko'l tumaniga qaraydi, Oltinko'lga qaraydi. Jalaviyda 23-maktabning orqasida dehqonchilik bo'lgan shunaqa bitta katta buqamiz bor. Mana 2 yildan o'tibdi buqamiz tug'ilganiga. G'irt dehqonchilik ekan buqa. Bu buqamizni so'yishga ham, tarozga ham, oyog'iga ham xullas kelishaveradigan joydamiz. Qisqa lo'nda 3-4 daqiqalik video bo'ladi. Buqani yaxshilab ko'rsatdim degan umiddaman. Bo'ylarini aytib o'tadigan bo'lsak, 1.5 dan kam kelmasa kerak, 1.5 metrga yaqin bo'lgan katta buqa. Taxminiy veslari ham 700 kilodan oshiq, 750 kilo atrofida buqa bo'lishi kerak. Mana holati. Aytib o'tishyapti, bu buqamizni xohlasa oyog'iga, xohlasa taroziga, xohlasa so'yishga ham kelishaveramiz deyapti. Bayram arafasi katta buqa so'yaman deb yurgan qassob aka-ukalarimizga bu videoni sirasi jo'natib qo'yaverasizlar. Taroziga narx aytmadilar. Taroziga telefon qilsa gaplashaveramiz deyapti. Turishiga 45 million so'm ekan. Bo'ladigan dangal narx ekan, 45 million so'm, ya'ni oz-moz mayli barakasiga oz-moz kelishadigan joyi bor, lekin ko'p emas deb aytib o'tyapti. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Mana holatni. Bizni Instagramda ham kuzatib boringlar, hurmatli aka-ukalar. Sizlar uchun Instagramda ham faoliyat olib boryapmiz. Birinchilardan biri videolar Instagramga joylanyapti. Shuning uchun Instagram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xuddi shu logotip bilan Instagramda ham Chorva Time degan nom ostida faoliyat olib boryapmiz. Ko'ringlar buqani holatini. Buqa katta. Qo'ldan kelgancha syomka qilib berdim. Qisqa lo'nda bu yer yopiq molxonalik uchun biroz qorong'ulik ko'rinyapti. Mana holati. Qassob aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'ldi. Qassob aka-ukalarga sirasi video jo'natib qo'yaverasizlar. Akalar, ukalar o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar.